Bo'ylar qalaysizlar. Zo'rmi? Burchaga yeyapti ekan bular. Ismini olmaslik qilish kerak. Ana qo'chqar. Gapiring ona. Qanday ma'ruza olish kerak bu yerda? Mana bu yerga birinchi nimaga olasan? Bolgarskiy qalampir qilib turib, mana bu o'rtaga pomidoriga olasan, optuda. O'rtaga nima tushsin? Pomidori tushsin. Yana bag'iga qalampir, qilajon, shunaqa narsalarga olib tashaverasizlar. Ha? Bilasan qancha olishdi? Internetdan ko'raman. Munchagina olasan, qalampirlarga, pomidoriga muncha olasan. Boshqa mana shu yerda qilasan. Bitta pomidoriga bitta olsang bo'ldi, Aha. Ag'ini qalampir nimalarga? Bag'iga bolgarga olasan, bolgar, o'sh bolgar, turk bolgar, bag'iga qalampirga olasan. Shu nimaga ulab olasan. Endi o'rtada quyosh yaxshi tushadi-da, pomidoriga. Bo'ldi, mana shu top qo'ysalaring bo'lsin. Kechki salqinda spitkanni qarang, quyosh qarang hozir. Qanaqalarga qilsalang ham bo'ladi. Jini vaqt qilganda men o'zim olishib yuborardim. Endi hozir vaqtim bo'lib qoladi-da endi. Bo'pti-da. Qo'ylarni ham bir ko'rsatib qo'yay. Aka olasan, Qo'ylar ham ko'payib ketdi mana. Qanchacha? Buni birinchi qadamgacha bag'iga nima ekvoringlar? Makka-pakka ekvorasizlar. Qo'ylar bari Jannatga ham bir aytib qo'yavering. Jannatga ham bir aytib qo'yavering. Nima? Ko'rsatibdi. U biladi qancha olishdi. Mana qo'zlarimiz, bittasi yotdi. Jannatxon. Va. Yesin şunu.